Otliqlarimiz o'z safarlarida davom etisharkan, biz bo'lingan islomni birlashtirish uchun Shia Fotimiylarga qarshi yurishga kirishamiz. Eshitishimcha, Fotimiylar ochlikdan hatto saroyda ham bir-birlarini yeyishayotgan ekan. Shunga qaramay, ular hali ham bu yerlarga sohiblik qilishyapti. Sultonim go'zal xabarlar keltirdim. Halab amiri Fotimiylardan umidini uzib, o'z shahrida bizning bayrog'imizni hilpiratibdi. Sababi nima ekan? U Diojen katta qo'shin bilan safarga chiqqanini eshitgan. O'zlarida hech qanday qarshi kuch yo'qligini bilgan zahotda sunniy xutbaga amr bergan. Qanday amr berasiz sultonim? Vazirlar sizni kutishyapti. Men aynan shunday vaziyatni kutayotgan edim. Otlaning. Otalarimizga nasib qilmagan islomni bir mazhab ostida birlashtirish bizga nasib qiladi. Bizning chodirlarimizga nima qiladi sultonim? Sulton xalqiga otadek bo'lish kerak. Xalq qornini to'ydirib, xalq yerini asrashi lozim. Nimalar deyapsan, turk avlodi? Bilmasmiding chodirlarimizni qurishimiz uchun necha go'zal shaharlarni olayotganimni? Diojen necha marta bizni ta'qib qildi. Oilamiz, bor bisotimiz bilan arang qochib qutuldik axir. Emirotsiz, sen 50 minglik qo'shin bilan Misrga kirish yo'llarini biz uchun ochishni boshla. Biz ungacha Anatoliyaga yana yurish qilamiz. Sultondan amr olgan Emirotsiz 50 minglik qo'shin bilan Fotimiylar ustiga, Afshinbey esa yana bir necha bor Anatoliya ustiga o'z yurishlarini uyushtirishdi. Bu paytga kelib Alp Arslan Halab yaqinidagi Sulton tepaligiga o'z chodirini qurdi. Sultonim, Makka va Madina amirlari kelayotganimizni eshitish bilanoq Fotimiylardan voz kechib bizning bayroqlarimizni ilishibdi. Muqaddas zaminni ham to'liq egalladik. Hukmdorim elchi keldi. Diojen elchisi kelibdi sultonim. Imperatorimiz darhol olgan yerlaringizni qaytarishingizni va chodir-podiringizni yig'ishtirib, darhol Yanshan tog'lariga qadar chekinishingizni talab qiladi. Rostdanmi? Juda qo'rqib ketdim. Tezroq qoching beylarim. Imperatoringga aytib qo'y, agar jang xohlasa jang qilamiz. Ammo tinchlik o'rnatishni xohlasa unga ancha yaxshi bo'lardi. Sultonim, nega unday javob berdingiz? Ushlang, qushni ushlang. Sultonim, fojia. Otliqlarimiz Diojen katta bir qo'shin bilan Anatoliyaga kirganini aytishyapti. Ular yaqinda hujumga o'tishi aniq. Allohning g'azabiga uchragur o'zi shu yetmay turganda. Agar Diojenga qarshi qo'shinlarimizni olib ketsak, bu yerdagi egallagan tuproqlarimizni yo'qotamiz va yangidan Shia xutbasini eshitamiz. Agar degan so'zingga nima bor? Aniq hujumga o'tishimiz kerak. Unda bu yerlarni yo'qotaverar ekanmiz-da. Agar qarshi turmasak, poytaxtimizga boradi. Davlatimiz parchalanib, sen bu cho'llarda oddiy badaviyga aylanasan. Bizning chodirlarimizga nima qiladi sultonim? Sulton xalqiga otadek bo'lish kerak. Xalq qornini to'ydirib, xalq yerini asrashi lozim. Sultonim, Men o'z so'zimni aytib bo'ldim.